Bulay aytadi. 4 turdagi adamlar var. Allah subhanahu wa taolo ularni hech qachon jannatga kirgizmaydi dedi. 4 turdagi adamlar var dedi. Onlarni Allah subhanahu hech qachon jannatga kirgizmaydi dedi. So'ning eng birinchisi mas qiluvchi ishimlikda ishetindir. Biroq men Xudo kutaman deb iymondan ayrilib qolayotgan qancha bavurlarimiz bor. Ikkinchisi meni o'sim jegendir. O'sim jegendir de, o'sim jegizgendir de. Ağaynlar buna o'sim to'g'risida ko'p aytib o'tirmiz. Sebebi hozirgi bizning vaqtimizda bu o'sim jemagan yer qolmay жатыр. Ayni sebebi qo'ybay mening menancha kreditim bor deb kredit de olsa prosentga kiradi bilib qo'yingizlar. Mening kreditim bor degingizda tamog'ing to'g'risi turib qolib qoladi u. Onu bilib jeganda, bilmay jeganda gunohkor bo'ladi. Üçüncü adam bul aqsi bo'lmay жатib, shetimning malın jegendir. Bu ko'proq baylarga tegishli narsa. Baylar o'zlarining malidan zakatini bermayotganlar. Zakatini bermayotgan baylar bular jetimning aqsini jevadir. Bu jasirning aqsini jevadir. Bu musafirning aqsini jevadir. Bularga Allah subhanahu wa taolo ant bermadir. Bularni jannatga kirgizmaydi. 4-chi ata-onasına qarshi bo'lganlar.